Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun biz hozir echkilarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bizning manzil Samarqand shahrida joylashgan. Ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Kimda agar echki kerak bo'lsa, mana hozir mana shu takacha sotiladi. Toza paroda, kimga kerak bo'lsa mana ko'rishingiz mumkin. Qolgan echkilarimiz hali bo'g'oz, bir ikkitasi sut beradigan echkilardan, qolganlari hali bo'g'oz echkilar. Bittasi bo'g'oz. Mana shu takachamiz sotiladi, kimga kerak bo'lsa ko'rishingiz mumkin. Gideta 3 oy, 4 oy atrofida mana u yer berayotgan yemishimizni ko'rishingiz mumkin. Mana shunday sutdan chiqib kattalarni yemishidan yeyapti mana. Kimda mana shunday echkilar kerak bo'lsa, bizning manzil Samarqand shahrida joylashgan. Ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarida murojaat qilinglar. Ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarida ijtimoiy tarmoq, Telegram, WhatsApp bor. Agar kimda sutli echkilar kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Yana tanishlarimiz bor. Samarqanddan Odil aka degan tanishimiz bor. Shularda sutli echkilar bo'ladi. Agar kim sutli echki qidirmoqchi bo'lsa, olmoqchi bo'lsa, qidirib yurganlarga mana echkiga mana shunday mana yem berib, mana shunday boqyapmiz mana. Belka. Shu takacha ham mana o'zir onasi bilan bad-baravar yem yeyapti. Mana shu echkini bolasi mana shu echkimiz sut beradi. Hozir 4 litr sut beradi. 4 litrgacha sog'ayapmiz. Mana bolasi 3 ta bolasi bor edi buni. Ikkitasi urg'ochi, bittasi takacha. Mana shunday urg'ochilarni sotdik. Endi mana bir dona takachamiz qolgan. Kimga kerak bo'lsa, agar urug'likka olaman desa, kelishtirib beramiz. Telefon qilib murojaat qiling. Toza paroda, mana shunday qo'ldan kelgancha mana shunday echkilarni boqib sutini sog'yapmiz. Mana takachamiz ovqatlanyapti. Bu echkimiz ham sut beradi. Bu birinchi qorin tuqqan. Bu echki hali birinchi qorinda, endi shu 3 litr sog'yapmiz. Narigisini 4 litr sog'yapmiz. Ikkinchi echkimiz bo'g'oz, bunisi hali endi tug'adi. Bu ham birinchi qorin. Bu echkimiz esa ikkinchi qorin tuqqan. Mana shu takachani 3 ta tuqqan, 2 ta urg'ochi, bitta takacha tuqqandi. Urg'ochilarni sotdik. Takachasi qoldi mana. Kimga kerak bo'lsa, mana shunday echkilarimiz bor. Alpin, Zanin paroda. Parodalarni ko'pchilik so'raydi bizdan, qanaqa paroda deb. Alpin ham bor, Zanin parodalar ham bor. Sutli echkilar kerak bo'lsa, telefon qilaveringlar. Tanishlardan olib beramiz agar o'zimizda bo'lmasa. Mana shunday mana echkilarni boqyapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana hozir po'choq berganmiz. Po'choqning ichidan lavlagi chiqqan qizil mana bunisi shunday tumshuqlari qizarib yotibdi mana echkimiz. Mana shu echkimiz bo'g'oz echki. Yuzi shunday qizarib yotibdi. Lavlagini qizargan rangi o'tib qolgan. Tumshug'i shunday qizarib yotibdi, yuzlari o'zi rangi oppoq bo'ladi. Mana shu aziz do'stlar, kimda talab takliflar bo'lsa, bizga murojaat qilaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.